Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa Anjolik akamizni devorlari tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Raskolotning 3 tasi birda deganimiz YouTube orqali ko'rgan ekan. Havas qilib 2 komplekt zakaz berdi. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Islombek bitta buni ko'rsatib berchi. Mana shu holatda mexanizmlari 3 talik mexanizm qo'ydik. Hozir ko'rsatib o'taman. Narigini ham chiqarar. Mexanizmni ko'rsatadigan bo'lsak, mana 3 talik mexanizm qo'ydik. Ramalarini temirdan, profildan svarkalab tayyorladik. Juda ham baquvvat, o'ta ham chiroyli bo'ldi. Mana shu holatda suyangichlar ham o'tadi. Xo'p, mana endi hozir mana bunaqasi 1.90 ga 2 metrli spalni bo'ldi. Qo'llar olinadi. Uylarga aqabaqa olib kirish uchun, qulay bo'lish uchun ikkovi tomoni ham qo'llar olinadi. Bunisi ham qo'llar olinadi. Xo'p, mana bu ikkovi qo'lni olib qo'yib turib yopishtiradigan bo'lsak bir-biriga. Mana shu ikkovi qo'lni olib qo'yib yopishtiradigan bo'lsak, mana shuning ichi 380 lik spalni bo'ladi. 380 ga 2 metrli spalni bo'lib qoladi. Juda ham zo'r, juda ham qulay. Bunisi ham shu singari suyangichlar yotadi. Mana bu yerda turetskiy fasonimiz. Juda ham chiroyli chiqdi bu ham. O'tirganda qulayligi o'ta ko'p. Qulay, odam o'zini juda qulay his qiladi. Sidinalarga zimekadan foydalandik sidinasiga. Suyangichlar olinadi. Mana machalkali, bemalol. Mana shuni olib ko'rsatgan Islombek. Menda ko'rinmayapti. Mana suyangichlar olinadi, bemalol. Hali sidinasi kengayadi, bemalol yotsa ham bo'laveradi. O'tirganda o'tirib ko'rsatganda yumshoqligi bilinadi o'zi. Bemalol mana shu holatda juda ham qulay deyman. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, mana shu videolarimizni tarqalishiga o'ssalaring, xursand bo'lamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hali yangiliklarni zo'rlari oldinda. Xudo xolasa hammalaringga rahmat. Hammalaringga mana shunday ishni nasib qilsin.